Bu biza kompaniyamizda Gret shokoladi bo'lib hisoblanadi. Yosh bolalardan tortib kattalargacha bersak bo'laveradi. Buni foydalarini aytib o'tadigan bo'lsam, ko'z zreniyasi uchun, bosh og'riqlari uchun, asabiylikni oldini olib beradi, yurishda qiynalayotgan bo'lsanglar va aql faoliyatida orqada qolayotgan, ya'ni yosh bolalarimiz aql faoliyatida orqada qolayotgan bo'lsa, gapirishda orqada qolayotgan bo'lsa, yurishda o'zini tengdoshlaridan orqada qolayotgan yosh bolalarimiz bo'lsa, xotirasi past bo'lsa, ko'zini zreniyasi past bo'lsa, ya'ni ko'p telefon ko'rayotgan bo'lsa, shu yosh bolalarimizga bersak bemalol anchagina katta foydalarni bildiradi. Bundan tashqari kattalardagi kasalliklar, tizza og'riqlari, o'tirib turganda oyoqlari og'rib, suyaklari qirsillab og'riydiganlar bo'lsa, bosh og'riqlari bo'lsa, asabiy bo'ladigan bo'lsanglar, bolalarga ko'p baqirib, bolalar urushayotgan bo'lsanglar, shularni sizlarga tavsiya qilaman. O'zingizlar olib oilaviy ichsanglar bo'ladi. Yetkazib berish xizmatlari butun Qirg'iziston bo'ylab bor. Dostavka bor. Bemalol profilda WhatsApp'imga qayrilsanglar bo'ladi.